hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Reuters agentligining 2-iyundagi xabarida aytilishicha, Amerika, Angliya va boshqa davlatlar atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi dafsanchiliklarni tekshirish uchun xalqaro emgak tashkilotini Xitoy hay'ati qurishga, Beyjingni erkin tekshirishga yo'l qo'yishga chaqiriq qildi. Xalqaro emgak tashkilotining hujjatida ko'rsatilishicha, 2-oyda Xitoyning xalqaro emgak o'lchamiga xiloflik qilganligi bayon qilingandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bir komitet Xitoyning xalqaro emgak o'lchamiga uyg'unlash ahvolini tekshirdi. Payshanba kundagi yig'in Fuqarolar jamiyati va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan tanqid qilingan Mashal Bacheletning atalmish Şinjanga qilgan ziyorati oxirlashgandan keyin chaqirildi. A'zo davlat bo'lgan Amerikaning tashqi ishlar ministri Antony Blinken mart oyida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishni davomlashtirayotganligini qayta aytgan edi. Uch taraflama hay'at agar xalqaro emgakchilar komiteti tomonidan qabul qilinsa, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning qonunsiz qo'lga ilinganligi, xo'rlanganligi va majburiy emgakka selinganligi to'g'risidagi ayblashlarni yo'ritib beralaydi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevada turishliq bosh elchisi Sheba Kroker Xitoyni hay'atlarning tekshirish olib berishiga ruxsat qilishga chaqirdi. Angliya vakili bu safarning 2023-yili chaqirilgan xalqaro emgak tashkilotining yig'indan burun olib berilishini talab qildi. Avstraliya, Kanada va Yevropa birlashmasi o'zlarining qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoy aprelda majburiy emgakka munosabatlik 2 ahdnomani imzoladi, ammo kuchga ega bo'lishga tegishli to'liq hujjatlarni texnik topshirmadi. Xitoyga 3 taraflama hay'at avatish bundan keyingi Xitoyga qarshi harakatning birinchi qadami bo'lishi mumkin. 3 taraflama hay'at va xalqaro emgak tashkilotining texnik ko'p tekshirish huquqiga ega tekshirish komitetini tanlash huquqi bor. Buni talab qilish uchun bir ariznoma bo'lishi lozim. Xalqaro emgak tashkilotining rahbari Xalqaro emgak tashkilotining 100 necha yillik tarixida 35 xil ariz sunildi. Buning yarmiga yetmaydiganlari tekshirish hay'atiga yo'l ochdi. Faqat birla ahvolda, ya'ni 1998-yili Bermaga qarata jazo qo'llanildi dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Xalqaro emgak tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari oliy komissari Mashal Bacheletning xatoligini takrorlamasligi kerak. Xalqaro emgak tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan jinoyati haqida keng ko'lamda tekshirish olib berishi lozim. Biz Amerika va boshqa davlat tashqi ishlar ministrliklaridan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoy amaldorlarini tekshirishga chaqiriq qilishini talab qilamiz, dedi. Bloomberg Tor'ning 2-iyundagi xabariga qaraganda, Amerika Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning qul emgakidan ishlab chiqarilmaganligini isbotlamog'icha import qilishni cheklash qonunini tasdiqlaganligi uchun Xitoy-Amerika munosabatini ig'ir buzg'unchilikqa uchratish, kishilik huquq masalasidagi kelishmaslikni kuchaytirish bilan ogohlantirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian payshanba kuni Beyjingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida agar qonun yo'lga qo'yilsa, Amerika Xitoy bilan Amerika yer shari sanoati va ishlab chiqarish zanjiri orasidagi normal hamkorlikni jiddiy ziyonga uchratadi dedi. Va Amerikani qonunni amaliylashtırishga chaqiriq qilib, agar undaq qilmasa, Xitoyning iqtisodini astiltishga uringanlik bilan ayblash bilan birga, Amerika qonunni yo'lga qo'yishda ching tursa, Xitoyning o'z manfaati, izzat obro'yi, shon sharaf uchun kuchli tadbirlarni qo'llanadiganligini aytdi. İnkaslardan qaraganda, qonunning yo'lga qo'yilishi dunyodagi ikki muhim kuch o'rtasidagi tirkishishni paydo qiladi ekan. Amerika chegara mudofaa ishxonasi va tamojnasi chorshanba kuni shirkatlarni import qilinadigan mallarning aniqlik darajasining nihoyatda yuqori bo'lishi haqida ogohlantirgandan keyin Bayden hukumati qonunni 21-iyundan boshlab qat'iy yo'lga qo'yadiganligi haqida jiddiy signallarni berdi. Qonunning ro'yi bo'yicha, agar Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotning majburiy emgakdan ishlab chiqarilganligi faraz qilinsa, shirkatlar majburiy emgakdan ishlab chiqarilmaganligiga doir aniq va qoyil qilarliq isbotlar bilan ta'minlanishi kerak. Xitoylar garchi har qanday shakl, har qanday ko'lamdagi qarshiliklarimizni bostirib o'tolsa-mu, yanada qarshilik qilishimizdan qattiq qo'rqadi. Qo'rqishning sababi tasodifiy g'olib kelish ehtimolligimiz emas. Qarshilik ro'yimizning yangilanib turishi, avlodlarga qarshilikning meros qilishi. Agar bizdan qarshilik chiqmay, bir-ikki avlod almashsa, shu holatga ko'nib qolamiz. Besilingan xalq ekanligimiz, Xitoylarning tajovuzchi ekanligi, bizning qarshilik qilish, Xitoylarni haydab chiqarish haqqimiz, hatto majburiyatimizning borligini butunlay unutib, go'yo mushundaq bo'lishga tegishlikdek ko'nib ketamiz. Bu mangu yo'qolish demakdir. Bu nima degan qo'rqinchliq.
Shuning uchun mazlum elning qarshilig'i dushmandan ma'lum foyda undirib olish yoki dushmanga ma'lum shikast yetkazishdan ko'p shu mazlum millatning o'z milliy ro'yini yanglashdan iborat bir natijani beradi. Shunga bundaq harakatlarni kutgan natijani bermaydigan deb tashlab o'tmaslik kerak. G'ulom Osmon apandining Gugum nomli romanidan ilindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köngünüzlər üçün köp rəhmət. Kelər qitimki proqramımız görüşkəcə Allah'a emanet olğaysızlar.